Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umra narx-navolari qanaqa bo'lyapti, gastnitsalar oraliq masofa hamda taomlari haqida, sayohat va ziyoratlari haqida qisqacha va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha yu 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar azizlar. Madinada oraliq gastnitsa oraliq masofalari 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofani tashkil qiladi. Undan tashqari Makkada gastnitsadan haramga bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Madinada gastnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, albatta o'zbek oshpazlari tomonidan. Xo'p, undan tashqari azizlar, sayohatlarimiz va ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari, Qur'on kutub bosmaxonalariga ham va payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Undan tashqari Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda bonusiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Bu sayohatlarning barchasi esa albatta malakali, tajribali eliboshlarimiz tomonidan amalga oshiriladi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydigan bo'lsangiz azizlar, bizga WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan bizga Centrum Holidays rasmiy shot raqamlariga kassalarni to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Agarda siz ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Kelib, bemalol Centrum rasmiy kassalariga naqd so'mda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, hozirgi kunda azizlar, reyslarimizga keladigan bo'lsak, har hafta reyslarimiz bor. Haftani har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Undan tashqari, agarda siz chet elda, Rossiyada ishlayotgan bo'lsangiz, bemalol Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, xo'p, biz sizlarning nomingizdan mana bunday sertifikatlarni qilib, sizlarning nomingizdan olib borib beramiz azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, firmamiz nomidan beriladigan narsalar azizlar, mana bunday bejik beriladi. Bu bejik safarga borganingizda u yerda yo'qolib qolmaslik uchun ishlatiladi azizlar. Hamda kamzillar beriladi mana bunday va sumkalar beriladi azizlar. Bularning barchasi azizlar, siz Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida, Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, narx-navolarimiz hozirgi kunda azizlar, Toshkent Jidda yo'nalishli narxlarimizni $1000 qilib chiqarib qo'ydik azizlar. Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz esa $1025 qilib chiqarib qo'ydik azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javobni olishingiz mumkin azizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.